Uzoq vaqt kutgan kofe mashinalarimiz yetib keldi. Lamo brendi ostida ishlab chiqarilgan. Muhammad bitta obzor qilib beringlar endi buni klientlarga. Bu kofe mashinani lekin klientlar hozirdan уже chiqyapti. Chunki sifati juda ham zo'r bo'lib chiqdi. Narxi вообще arzon. Hozir manziliga buni ochib, bitta ko'rsatamiz. Keling. Bismillahirrohmanirrohim. Qani karobkani bosib tursangiz, bu kompaktni, ixchamgina. Xudo xolasa вообще zo'r. Eng uni yaxshi tarafi, zo'r tarafi narxida buni. Instruksiyasi chiqadi o'zimchadan. O'zi bunga o'xshagan kofe mashinalarni o'rtacha 500-600 dollar ham sotishyapti. Lekin buni narxi ancha arzon chiqadi, lekin sifati bo'yicha o'sha 500-600 dollarlik kofe mashinalarni ham choyini ichirib oladi. Ana. O'zimiz ham birinchi marta ochib ko'ramiz. Endi ko'rganmiz o'zimiz. Lekin joy. Bismillahirrohmanirrohim. Kapuchinatori. Ya'ni o'zida kapuchinatori bo'ladi. Sosiyli. O'sha kapuchino, latte shunga o'xshagan kofelarni ham bemalol o'zida tayyorlab ichida bo'ladi. Va eng muhim joylaridan bittasi kofe mashinamiz kompaktni bo'ladi. Katta bir kofe mashinaga o'xshab katta, noqulay bo'lmaydi. Bu kofe mashinamizdan ham ko'p razmer olmaydi, lekin shunga yarasha juda ham ko'p xil kofelarni sizlarga bemalol qilib beraveradi. Hali narxlar chiqmadi, lekin narxlar juda arzon budjetli chiqadi. Sensorli upravleniya bo'ladi, полностью. Buni yoqib videolarini qo'yamiz. Kapuchinatori bo'ladi, to'liq 100% avtomat. Ixchamgina, chiroyli, kompaktni. Narxi lekin hali chiqmaydi. 10-15 kunda chiqib qoladi, xudo xolasa narxi. Lekin kofe mashina olmoqchi bo'lgan tanishlarga buni tez jo'natib qo'yinglar, chunki bunaqa narxda, bunaqa sifatli kofe mashinani O'zbekiston bo'yicha 100% hech kim qilib bera olmaydi. Xudo xolasa mana kofening sezoni ham kelyapti mana. O'zingizlarning fikringizni kommentariyada qoldirib ketinglar. Sizlarga yoqdimi yoki yoqmadimi?